asabiy do'stingizga jo'natib qo'ying. Humo sanatoriyasiga kelib, asabini joyiga qo'yib olsin. Qaysi kasalliklar Humo sanatoriyasida davolanadi? Grija, osteoxondroz, poliartrit, revmatizm, bo'g'im og'riqlari, suvi yemirilishlari. Ikkinchi navbatda yurak qon tomir kasalliklariga, bularga stenokardiya, gipertoniya, barcha yurak qon tomiridagi muammolar davolanadi. Sahrli diabetlar davolanadi. Uchinchi navbatda teri kasalliklar, psoriaz, dermatit, allergiya, hatto kuygandan keyingi chandiqda ham davolaymiz. Urologik, ginekologik kasalliklar, barcha yallig'lanish muammolarini bartaraf qilamiz. 5-navbatda asab tizimi kasalliklari. Asab tizimi kasalliklariga har xil nevrozlar, uyqusizlik kasalliklariga, asosiy asab tizimi kasalliklariga bizda gidrovannalar bor, sirkulyarni dush muolajasi bor, darsinval muolajasi bor, elektroson muolajasi bor, igla terapiya, azonoterapiya hamda lazer terapiya muolajalarimiz mavjud. Bu videoga like bosib, asabiy do'stingizga jo'natib qo'ying. Humo sanatoriyasiga kelib, asabini joyiga qo'yib olsin. Pastda nomerlarni, profillarni qoldiryapmiz. O'tib obuna bo'lib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.